Assalomu alaykum ustozlar. Demak, bugun takrorlash qilamiz degan yangi mavzuni o'tmay turamiz. Bir chekana yo'l ishlab ko'ramiz. Quyida HTML kodining bir qismi bilan CSS berilgan. Demak, mana bu tomonimiz HTML tomon, mana bu tomonimiz CSS tomonimiz berilgan. Shularga qarab, demak, natijani aniqlashimiz kerak, qanday bo'ladi? Xo'sh, ketdi. Demak, bizda birinchi kelyapti. Mana bu qismi bu bog'lanyapti. Link rel CSS style degan mana bu faylni chaqiryapti. Bu fayl ichida mana bu bor. Bu xato shu bilan ketyapti. Bizga endi asosan bodydan kerak. Bodyda Italian font degan yozuv chiqyapti. Agar hozir bodyda hech narsa bo'lmasa mana bu tarafda, demak Italian bot degan yozuvimiz oddiy qora rangda o'zi chiqib kelishi kerak. Endi yozuvga e'tibor qiladigan bo'lsak, Italian font hammasida yashil turibdi. Unga e'tibor qilsak ham shart emas, o'zi attestatsiyada. Bugun endi dars uchun qilamiz, chunki attestatsiyada balkim bittasi qizil bo'lib qolishi mumkin, mana buni bittasi ko'k bo'lib qolishi mumkin, blue bo'lib. Shuning uchun demak ularni analiz qilamiz. Endi xo'p, bu tomonda body bormi qaraymiz. Body yo'q. Ustoz, lekin nega yashil bo'lib qolyapti? Sezdingizmi shuni? Body yo'q-ku bu tomonda. Body yo'q, lekin yashil. Nimaga? Qora chiqish kerak edi, yashil bo'lib qolibdi. Xo'p, bizda mana bu buyruq bor, yulduzcha buyrug'i bor. Bu umumiy degani, hammasiga taalluqli degani. Bu yulduzcha nima qilyapti? Agar hech qaysi birortalarning ranglari berilmagan bo'lsa, sen unga mana bu rangni ol deyapti. Yashil, greenni yashilni ol va qalin bo'lsin deyapti. Mana shu yashil shuning hisobiga. O'zi bodyda hech narsa yo'q, lekin yulduzcha aytayapti, butun boshda mana birinchi turibdi-ku bu yulduzcha. U butun boshli sahifani o'sha yashilga aylantirib, yozmoqchi bo'lgan joylarimizni qalin qilib tayyorlab turadi. Nimadir yozmoqchi bo'lsa, qalin bo'lib yashilda ketadi. Shuning uchun mana shu Italian font degan yozuvimiz shu rangda ketdi. Endi keyin all deyapti. Qarasa all alohida bor funksiya. Endi bu bekor bo'ladi. Agar allning ichida rang berilgan bo'lsa. Ana, all ichida mana rang berib qo'yilgan ekan. Demak, biz hamma joyda yashil qiluvdik, lekin all aytayapti, yo'q, menga yashil emas, menga qizil bo'lsin deyapti. Va aytayapti list type, demak bu tartiblangan ro'yxat edi. Tartiblangan ro'yxatim lower alpha bilan ketsin. Lower degani kichik edi, alpha degani harf, kichik harf bilan ket. Va list style degan position holati outside. Bizda ikkita bor edi, in bor edi, out bor edi. Ichkarida, tashqarida. Hozir bu tashqarida. Bu nimani bildiradi? Demak, yozuv bunday ketgan bo'lsa, 1 2 bunday ketishi mumkin edi-da, 1 2 yoki yozuvning to'g'riga 1 2 ketishi mumkin edi. Hozir out bo'lgani uchun bizga mana bu holatda chiqish kerak. Xo'p, demak qizil rangda deyapti. Va nima bo'lyapti bu yerda? Shunaqa ketish kerak edi, lekin ichkarida yana li deyapti. Yana liniki bor. Mana all aytayotgan edi, qizil bo'lsin deyotgan edi, lekin yana li bor ekan, li aytayapti, menga ko'k bo'lsin deyapti. Demak, endi e'tibor qiladigan bo'lsak, mana bu yerda mana qora rangda boshlangan, ko'k rangda boshlangan va magnetda shu rangda boshlangan. Mana A'ni aytayapman, mana A'ni boshlanishlarini. Qorami, ko'kmi, pushtimi yoki yana bitta qorami? Agar qora bo'lsa, mana bu ikkalasi hozircha to'g'ri bo'ladi. Qora bo'lmasa, shu ikkalasi chiqib ketadi hozircha. Endi ko'ramiz, bu qaysi rangda ketyapti. Endi li deyapti. Li menga ko'k bo'lsin deyapti. Va uni italik bo'lsin va normal oddiy yozuv bo'laversin deyapti. Qiya yoki boshqacha bo'lib o'tirmasin deyapti. Yo'q, mana bu joy qiya bo'lsin deyapti. Faqat normal degani Arial yoki boshqa emas. Time New Romandami, o'zi normal holatda bo'lsin deyapti. Endi demak, hozir all aytayapti, menga qizil bo'l deyapti. Li aytayapti, menga ko'k bo'l deyapti. Bu yulduzcha aytuvdi, hammang yashil bo'l devdi. 3 ta buyruq bormi?
Endi mana bu yerda li boshlangan. Yana lining ichida undan tashqari klass 1 ham bor. Klass 1 esa qoradan boshlangan. Endi qaysi bir ustunlik qiladi? Yulduzchadan ol ustunlik qiladi. Oldan li ustunlik qiladi. Negaki oldan keyin ochilgan li. Shuni hisobiga. Lekin agar ular mabodo endi agar bittaning ichida bo'lganda, unda ustunlik qilib ketadi demas edik. Hozir faqat mana bu yerda ol yopilib bo'lib, keyin li ochilgani uchun mana buni bekor qilib bu turibdi deyapmiz. Lekin undan keyin esa lidan keyin S1 ni chaqir deyapti. S1 esa qora. Demak, qora chiqadi va S1 da faqat rang berilgan bo'lsa, ana endi lining italigini oladi. Mana lidan buni oladi. Lidan rangni ola olmaydi. Rangni u berib qo'ydi. Lekin bemalol italikni oladi. Demak, mana chiqayotgan yozuvimiz mana bunaqa qora va qiya chiqar ekan. Va o'z-o'zidan mana ikkita javob chiqib ketadi bizdan. Mumkin emas, qora chiqmagan. Ana ikkita javob hozir bizcha mana A javobimiz qora ekan. Mana bunda A ham qora, B ham qora. Bunda B qora emas. Ana shuni topsak, bu topib olamiz. Demak, bu birinchi li ketgan bo'lsa, mana ikkinchi li hal qiladi mana shu. B mana shu. Ikkinchi lida qarang nimalar bor ekan? Li bor, klass bor, ID bor. Qaysi biri ustunlik qiladi ustoz? Klassmi, IDmi, limi? Bittaning ichida kelib qolsa hammasi birinchi bo'lib ID kuchlilik qiladi, ikkinchi bo'lib klass kuchlilik qiladi, uchinchisi oddiy teglar ketaveradi. Birinchi demak bizda ID kuchlilik qiladi. Demak bizda mana ID kuchlilik qildi degani, demak mana bu magnetda rang chiqadi. A miz boya qora chiqqan bo'lsa, qora qo'yaymi? A miz qorada ketgan bo'lsa, endi mana bu kuchlilik qiladi-da, bu B miz magnetada pushti rangda ketadi. Pushti rangda mana shu rang deb turamiz. B miz mana bunda ketadi. Endi qaraydigan bo'lsak, u bizga mana B javobda to'g'ri kelyapti. Bu yana qora bo'lib qolgan uchun buni ham atmen qo'yamiz. Tushunarli bo'ldimi? Birinchi savol tahlili. Ikkinchi savolga o'tamiz. Qarang, undan keyin qolganlarni tahlil qilib o'tirmadik, bizga kerak emas. Mayli, endi dars uchun tahlil qilib qo'yaylik, uchinchisini ham, dars uchun-ku. Mana uchinchisini ham tahlil qilib qo'yamiz. Li yana davom etyapti. Endi lidan keyin nimadir bormi? Hech narsa yo'q. Demak, linikini oladi. Lida nima turibdi? Lida ko'k, buluy turibdi. Shuning uchun mana bizda ko'k chiqqan. Ko'k buluy chiqyapti. Endi qarang, lida ko'k buluy italik qiya bo'lsin deyapti. Shuni hisobiga mana qiya. Kursiv bo'lgan. Keyingisiga o'tamiz. Keyingisi ham xuddi shu savoldan ketadi. Demak, mana birinchi body boshlanyapti. Bu tarafda qarasak, bunda body bor. Body qizil deyapti. Demak, qizil bilan chiqadi mana Daily News. Daily News degan yozuvimiz qizil chiqishi aniq. Demak, biz qaraymiz. Qizil, mana bu ikkalasi qizil emas. Bo'ldi, bulardan voz kechamiz. Hozirdan voz kechirsak bo'ladi. Mana bular bizga kerak emas. Ikkitasi hozircha to'g'ri chiqdi. Bitta bodyni o'zi bilan, bitta body shuni hal qildi. Endi bodydan keyin pastga tushamiz. Olni qarasak, ol bor ekan. Ol nima deyapti? Yana menga deyapti. Qisib qo'ying. Kichkina harflardan boshlasin. Eshitaman. Ustoz, mana yulduzcha body bo'lgandan keyin uni nima qilmay nazarda tutmaymiz-da, e'tiborga olmaymiz-da. Agar mana body bo'lmaganda, mana bu bo'lmaganda edi, bodyga rang berilmaganda edi, mana bu body hech narsani hal qilmas edi-da, mana bu yulduzchaga ta'sir qilib ketib, grenga yashilda chiqarib olgan bo'lardi. O bu yerda yashil ham yo'q ekan, o'zi yashil bilan chalg'itmabdi ham. Ana shunday bo'lgan bo'lardi. O'z birinchi bunga murojaat qiladi, birinchi bunga murojaat qilib oladi, har doim birinchi bunga murojaat qiladi. Yashil qilib oladi. Keyin body kelib qolsa, bodyni o'zi yo'qmi izlaydi. Bo'lmasa shu yashilni beraveradi. Lekin bizda body bor ekanda, u qizil qilib o'zgartirdi. Yashil qizil bo'lib o'zgarib ketadi.
Xo'p, yana bodydan keyin yana o'lga kelgan paytda ham yana yulduzchaga keladi. Yana birinchi yulduzchaga keladi. Yashil qilib oladi. Keyin o'l bormi deb qidiradi. O'l bo'lsa, o'lni ichida rang bormi? Mana rang bor ekan, qizil deyapti. Bo'ldi, bu yashilni unutadi. Agar mayda rang berilmaganda edi, mana A harfi bilan boshlanaver deb faqat A harfi bilan boshlanishini aytdi, rangini bermadik. Unda rangini yashil olaveradi. Hozir lekin rangini ham berib qo'yganimiz uchun endi qizil bo'ladi. A harfimiz demak bizda qizil kelish kerak. Xo'p. Lekin hali shoshmay turamiz. O'ldi o'zi qizil bo'lsin deb turibdi. Bu qizil bo'lsin deyapti. Hali endi li bilan klass kelyapti. Li bilan klass kelsa, klass ustunlik qiladi. Klass bor, klass P1 deb. Mana P1. U nima ekan? Qora. O'g'limiz qizil chiqar deyotgan edi, lekin P'imiz qora chiqar deyapti. Va qora bo'lib mana bu yozuvni yoz deyapti. Demak, bizda today degan yozuvlarimiz mana qora bo'lishi kerak. Ikkinchimizda bu qora emas mana. Shu bilan voz kechamiz. Bo'ldi, to'xtatamiz. Javob mana shu deb ketaveramiz. Qolganini analiz qilmasak ham bo'ladi. Lekin mana analiz qilib qo'yamiz biz. Demak, qora rangda yozilgan bo'lsa, bu mana birinchi li. Endi mana ikkinchi lini ko'ramiz. Bu birinchi bo'lsa, mana endi ikkinchi lini ko'ramiz. Ikkinchi lida qarang, klass ham bor, ID ham bor. ID kuchlilik qiladi. ID da magneta. Magneta bo'lsa, demak, pushti rang bo'lishi kerak bo'ladi. Mana bizda pushti rang qilib oldik buni. Uni qilib bo'lgandan keyin orqasida P bor ekan. P'ni qidirsak, menda P bor ekan. P aytayapti yellow bo'lsin. Sariq bo'lsin. Shuni hisobiga mana yozuv sariq bo'lib ketdi. Agar mana shu yerda P'ni bermaganda edi, hammasi siyoh rang, siyoh rang deb pushti rangda ketardi. Mana bu rangda bo'ladi. Mana lini raqamni pushtida qil dedi, lekin P'ni ochib yubordi boshqatdan. Endi yozuvlarni P qil dedi. P'miz esa bizda yellow, sariq. Ana sariq chiqib kelyapti. Mayli, uchinchisini ko'ramiz analiz qilib. Uchinchi nima deyapti? Uchinchida faqat li bor, boshqa hech narsa yo'q. Class ham yo'q, ID ham yo'q. Faqat li bo'lsa qidiramiz. Lida nima bor? Lida color blue turibdi. Demak, bizda hammasi mana ko'kda chiqib kelyapti. Mana raqami ham ko'k, so'zi ham ko'k. Negaki lidan boshqa hech narsa yo'q bu yerda. Faqat li bor. O'sha li tartibga ham murojaat qiladi, o'sha li gaplarga ham ta'sir qiladi. Tushunarli bo'ldimi? Tushunarli. Keyingisi, bu ham xuddi shuni o'ziday. Buni ham mayli analiz qilamiz. Xo'p, bodyga keladi. Mana yulduzcha hammasiga green berib turuvdi, lekin body ko'k qil deyapti. Ko'k qil. Demak, mana bodydan boshqa hech narsa bo'lmagan uchun mana bu yozuvimiz ko'k chiqadi. Demak, bu ko'k yozuv bo'lishi kerak. Endi qidiradigan bo'lsak, mana bu ko'k emas, voz kechib yoramiz. Qolgan uchtasi ko'k. Hozircha mana to'g'ri javob D bo'lgani bilan biz lekin bilmaymiz hozir. Birinchi qadamda uchalasi ham to'g'ri. Hech narsa qila olmay turamiz. Faqat bitta qilamiz degan joyimiz mana bu yerda daily deganimiz qalin shriftda, mana bu yer yuqa shriftda. Shundan voz kechib tursak bo'ladi bittasini. Mabodo. Agar yo'q, bu qaliniga ham bir xil deb tursak, mayli hozircha olib turamiz. Endi keyingi qadamni hal qiladi. Qarang, agar keyingi qadamlar siyoh rang bo'ladigan bo'lsa, mana ikkalasi qolar ekanda, mana bu yo'qib ketadi. Mayli, uni analiz qilamiz, qayerdan kelib chiqadi. Xo'p, o'lga o'tadi. O'l aytadi, yashil bo'lib tur deydi. Nima bo'lsa ham yashil yoz deyapti. Lekin keyin pastdan li ochildi. Endi li aytayapti ko'k qil deyapti. Lekin klass ham bor. Klass aytayapti qizil qil. Endi mana bulardan eng ustuni klass bo'ladi. Klass qizil bo'lmoqchi bo'ladi. Lekin u yerda yana P'ni ham ochib qo'yibdi. Bularni tugagandan keyin P'ni ochib qo'yibdi. Demak, bulardan ko'ra endi bu ustunlik qilib ketadi. P'nikini ko'rsak, mana magneta. Demak, endi P'dan keyin faqat yozuv boshlanib ketdimi? Demak, P'ning rangi bo'yicha. Ya'ni italik degan qiya, ham magneta pushti rangda chiqadi. U mana bu bilan mana bu ekan. Biz demak, mana bundan voz kechamiz. Bu o'sha ko'k bo'lib qoldi-da. Ana endi keyingi hal qiladiganimiz o'sha B dan topib olsak bo'ladi. Chunki B qora bilan qizil boshlangan, bu qora bilan magneta pushti boshlangan. Ko'ramiz B'miz qanday boshlanadi. Keyingi li hal qiladi. Keyingi lida mana qarang, mana yerda nimalardir bor ekan. Ishimiz bo'lmaydi, chunki P borda keyin. Baribir yana P'nikini oladi. P'niki nima? P'niki bu magneta. Demak, magneta bo'lgandan keyin mana bu qizilda olmaydi. O'z-o'zidan
Bizning javobimiz mana bu javob bo'lib qoladi. Mayli, uchinchisini ham bir analiz qilib ko'ramiz. Bunda ko'k chiqqan, bunda magnetda chiqqan ekan. Uchinchisini ham analiz qilamiz. Uchinchimiz mana bu. Lidan keyin yana P bor. P bo'lgandan keyin yana magnetga duchor bo'ladi-da. Yana magnetda bo'ladi-da va hamma o'sha magnetda bir xil rangda chiqib kelar ekan mana. Lekin P keyin bo'lgani uchun ustozlar, mana P keyin bo'lgani uchun, li avval bo'lgani uchun tartibi linikini olaveradi. Liniki nima? Ko'k. Shuning uchun mana tartibi mana linikni ko'kni olaveradi. Mana birinchi li turibdi, bu tartibniki, ko'k bo'lsin. Undan keyin P turibdi, yozuvniki. Xo'sh. Keyingisi. Bu savol kecha darsga kirgan bo'lsalaringiz, mock savolda bor edi, aynan shu savol tushgan edi. Uni ham tahlil qilib qo'ygandik osongina. O'l ochilgan, o'l yopilgan. O'l ochilgan, o'l yopilgan. Agar bitta o'l ochilib, mana yerda o'llar bo'lmaganda edi, nima bo'lardi? Faqat li bo'lsa 1, 2, 3, 4 deb chiqqan bo'lardi, xuddi mana bunga o'xshab. Lekin bizda tartibni ochyapti-da, informatika bilan tarixni yozgandan keyin bir informatika, 2 tarix degandan keyin yana oldi yopib tashyapti, tartibni yopayapti. Keyin yana qaytadan ochyapti. Qaytadan ochsa, keyingisi yana 1, 2 deb boshlanadi-da. Shuning uchun bizda A javob to'g'ri bo'ladi. Xo'p, keyingisi. Endi bu yerda nima deyapti? O'l tartib bilan boshla, start 3, ya'ni 3 dan boshla degani. Hozir 3 dan boshlash kerak. Lekin ichkari kirdi, li valuy 2 endi aytayapti, bu endi 2 dan boshlab olyapti. Agar faqat li bo'lib ketganda edi, 3 dan boshlab ketardi. Lekin yo'q, yana qiymat beryapti. Qiymat 2 dan boshlansin. Demak, biz 3 da atmen qilamiz, 2 ni olamiz. Bunga informatika deb yozib qo'yamiz. Keyin yana li desa, u davom ettiramiz. Tarix. Endi u tartibni yopdi. Endi ulni ochyapti. Ul degani bu tartibsiz. Tartibsiz bo'lgandan keyin u tipini ham berib qo'yapmiz ekan. Kirkli degani aylana. Demak, ichi bo'm-bo'sh aylana fizika. Keyin yana li deyapti, kimyo. Xo'p, va uniki ichi to'la. Shunday chiqadimi ustozlar? Yo, mana bunday chiqadimi? Assalomu alaykum ustoz, yaxshimisiz? Buyurmisiz? Shukr, yaxshiman. Ustoz, shu A javobda chiqmaydimi fizika, kimyo bo'lgan tarzda? Bunisi bo'yalgan-ku. Bunda shu bo'yalgan chiqib qoldi mana javobda. Javobda bo'yalgan ekan-da, shunga aytyapman. Bo'yalgan chiqadimi? Mana chunki biz tipini berdik. Tipi aylana bo'lsin dedik. Faqat keyin bu liga berdik. Lekin bu liga hech narsa bermadik. O'zi bir javob chiqadi. Bunda ikkalasi ham aylana bo'ladimi yoki faqat li desa har doim doira bo'lib ketadimi? ichi bo'yalsin demagan-ku. Bu yoqda Ichi bo'yalish uchun nima beramiz? Qaysi buyruq? Ichi bo'yalsin. Qaysi buyruq bo'ladi? Mayli, shunaqa beryapmiz deb tasavvur qilaylik. Qanaqa bo'ladi? O'zi tiplarni yozaylikchi. Mana bitta tipini yozib qo'yibdi. Kirkli aynan. Tasaylani. Xo'p. Bu mana buniki. Endi ich dumolog'imizniki bor. Keyin Li degan o'sha. liga beriladi. Ul tegi turibdimi yo'q? Ul. Yo'q. Asli bo'lsa bo'yalgan bo'ladimi? Bu yoq men nomlarini topaylik debman, nomlarini. Bo'yalganiga nima deb buyruq beramiz? Mana bo'yalmaganga mana kirklarni beramiz ekan. Aylana. Bo'yalganga nima beramiz? Bo'yalganiga ozli tegi turibdi-ku, li kimyo bu. Yo, bu misolni unuting. O'zi mana belgilangan tartibsizlarda 3 xil tipi bor-da, chiqarishdi. Doira shaklda chiqarish mumkin. Ichi aylana shakl, ichi bo'yalgan doira shaklda chiqarish mumkin. Ichi bo'yalgan to'rtburchak, kvadrat shaklda chiqarish mumkin. Shunaqa chiqarish uchun nima degan buyruqlar beramiz? Shuni so'rayapman.
Şundan keraklik bunda. Sen nima ekan? Kim biladi ustozlar? Ya buni bilmasak erta bu juda oddiy savolni yutqazib qo'ygan hisoblanamiz. Erta qarang bunaqa yozib qo'ygan bo'lsa, mana liga kirklarni yozdi, liga yana bitta mana bunikini yozgan bo'lsa, keyin yana bitta liga mana bunikini yozgan bo'lsa, qaysi bir ekanini qanday topib olamiz? Bu disk bo'ladi. Endi bu osondir bunisichi? Keraklik disk. Bu kvadrat, 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 kvadrat. Rectangle mi? Ya uchburchak rectangle. Square. Inglizcha nomlarda. Square. Endi nimaga bizniki ichi dumaloq chiqib qoldi? B javob to'g'ri. Qarang, biz tipini nimaga beryapmiz? Liga beryapmiz. Liga bersak faqat o'shani o'ziga taalluqli bo'ladi. Agar mana ulning ichiga yozib o'rganimizda edi, mana uldan keyin mana shuni yozib o'rganimizda edi, hammasiga ta'sir qilib mana bu javob chiqqan bo'lardi. Bu ham emas, endi bu yerda 3-4 bo'lib qoldi. Xullas mana bunaqa chiqqan bo'lardi. Liga qo'ysangiz faqat bitta o'ziga taalluqli bo'ladi, faqat o'ziga. Keyinga taalluqli bo'lmaydi-da, faqat lining o'zi avtomatik kompyuter mana buni olib ketadi birinchi. Ichi bo'yalgan doirani olib ketadi. Darajalari bor, tushuntirganidimi? Qaysi birinchi keladi, qaysi ikkinchi? Birinchi darajali, mana yozib qo'ysam bo'lar-ku, men tayyor turibdi-ku. Mana bu birinchi darajali, bu ikkinchi darajali, bu uchinchi darajali. Bu nima degani? Agar hech qanaqa tipini bermasak, bunaqa tipini bermasak, avtomatikman diskni qabul qilib oladi o'zi. Disk shaklida chiqarib ketadi. Keyin esdan chiqib ketib qolmasin, hozir shuni amalda ko'rsatib berib ketay, mana qanday chiqishini. Disk yozmasa ham chiqaradi, shunday ustoz. Ha, disk yozish shart emas. Endi orada ham disk qilmoqchimiz, ham buni qilmoqchimiz bo'lsa kerak bo'lib qoladi, bo'lmasa kerak emas. Xo'p. Qayta yozib yurmaslik uchun kodni ochaman. Hozir shu variant tushuntiraman, qayta yozmaslik uchun mana shuni olay. Ha, bunisi emas, bunisi. Kompyuter ekran ko'rinyaptimi o'zi? Ko'rinadi ustoz. Qaranglar, endi buni ishga tushiraman hozir. Ishga tushirsam mana bu ko'rinishda chiqib keldi mana. Biz aytgan ko'rinishda. Endi agar mana shu nima uchun shunday chiqib keldi? Chunki faqat biz liga berdik. Agar mana shu tipini liga emas, ulga berib yuborganimda edi. Unda mana ikkalasi ham chiqib kelgan bo'lardi. Faqat ikkalasi emas. Keyin xullas kalom nechtali davom etib ketaversa ham hammasi mana shu shaklda ketar edi. Endi biz buni mana ul degani markerlangani bilan ro'yxat yarat, tartiblangan emas, markerlangan ro'yxat yarat va o'sha ro'yxatning kirkli bo'lsin dedik. Agar bunga disk deb ketsak, disk bo'lsin desak, unda hammasi mana bunaqa bo'lib qoladi. Agar bunga disk emas, kvadrat bo'lsin desak, hammasi mana kvadrat bo'lgan bo'lar edi. Ulga qo'ysak, demak hammasiga taalluqli bo'lib ketadi. Yo'q, hammasini har xilcha qilmoqchimizmi? Hammasini har xilcha qilmoqchi bo'lsak, unda hammasiga har xilcha tashlab chiqamiz. Mana bunga, misol uchun mana buni tashlab chiqqan bo'lsak, bunga misol uchun buni tashlab chiqamiz. Ko'rinmay qoldi. Ekran ko'rinmay qoldi ustoz. Ko'rinmay qoldimi? Ko'rinmay qoldi ustoz. Hammaga ham bitta ustoz Bizda ko'rinyapti. Endi ko'rindi ustoz. internetdan bo'lgan ustoz. Mana, endi mana qolganini o'chirib turay. Mana 3 xil berdim. 3 xil berganim uchun mana 3 xil chiqadi. Birinchi, oxirgi yana sqorib berib yuboribman bu. Disk berdim. Mana birinchiga to'rtburchak berganim uchun fizikamda yoni to'rtburchak. Kimyoga aylana bergani uchun ichi bo'mbo'sh aylana. Kimyoga disk bergani uchun ichi qora bo'ladi. Agar uldan keyin shunaqa tiplarni bermasak, tiplar yo'q. Shunaqa bermadik. Uni na bu yoqqa berdik, na bu yoqqa berdik. Hech qayerga bermasak, unda avtomatik o'zi mana bu doirani oladi. Chunki birinchi darajada. Ana ulni ochganidek qarang, ichkarida yana bitta ul ochdim. Ul. Endi nima bo'ladi hozir? Shu turishda nima bo'ladi?
Ul dedim fizikani yozdim, ul dedim kimyoni yozdim. Nima bo'ladi endi? Aylana biladimi ikkovi ham? Ulni ochib turib hali ulni yopmaganman, yana bitta ul ochib yuborganman. Demak, mana bu ikkinchi ul ichkarida deb tushuniladi. Ichkarida bo'lgandan keyin nima qiladi? Mana fizikadan sal o'ngroqda joy tashab chiqadi. Xuddi tap tashlaganga o'xshab chiqib keladi. Mana ul birinchi darajali, ikkinchi darajali pastga tushadi. Va qarang, o'zi ul bo'lgan paytda avtomatik diskni olgan edi. İçi bo'yalgandi. Lekin bu ulda nega disk olmadi? Ul ichida ochilgan uchun. Ha, chunki ichida уже ikkinchi darajali-da u. Agar bundan keyin yana ul ochib yorsak, endi bu papkani ichida papkada bu gap bo'lyapti-da. Ul degan papkani ichidan yana ul degan papka ochib yordik. Uni ichidan yana bitta papka ochib yordik. 3-darajali-da. Shuning uchun endi u 3-darajali emas, mana yana suriladi-da. Ya'ni fizikani ichida kimyo, kimyoni ichida yana kimyo bu, hammasi kimyo bo'lib qoldi, buni boshqacha qilib. Tarix deb qo'ydik. Mana kimyoning ichida tarix bo'lib qoladi mana bunday. Lekin ul bo'lmasa, hammasi bitta katalogda bo'lsa, unda hammasi bir xil bo'ladi va bir qatorda turadi. Tushunarli bo'ldimi ustozlar? Savol bo'lsa beringizlar. Savol yo'qmi? Endi mana bu o'tamiz. Agar mana bu bo'lmaganda nima bo'lardi? Endi tepa tarafni muhokama qilamiz. Mana bu narsani olib tashladim, valuy ekkini olib tashladim. Nima bo'ladi? Mana yumaloq bo'lsa kerak-da, ichi bo'yalgan. Yo, ol bu. Ul emas, qarang ustoz, bu ol. Yo, pastdagi informatika. Informatika olga taalluqli-ku. Mana o'zi yo ol bo'ladi, yo ul bo'ladi. Li degani davom ettir degani. Nima bo'ladi? Hozir mana shu 3dan boshlaydi raqamlar. Rahmat ustoz. 3-4 bo'ladi. All start degani 3dan boshla deyapti. 3dan boshla mana li davom ettir degani-ku. 3, 4 mana shu yerga yana bir nechta tashlasam, mana davom ettirib ketaveradi. 3, 4, 5 deb. Lekin mana bu yerga boya all startdan keyin nima deb qo'ydik? Value'ni berib qo'ydik. Value'ni berib qo'yaylik-da, misol uchun 2 edi, biz mayli 5 beraylik. Endi nima bo'ladi ustozlar? 5dan boshlanadi. 5dan boshlanadi endi. Ana 5dan boshlanib ketadi. Bu 3dan boshla dedik, lekin birinchiga 5 qo'ydi devordik. Birinchiga 5 qo'ygandan keyin qolgani davom ettir degani-ku, davom ettiraveradi-da. Demak, mana bu inkor bo'lib ketadi, yo'q bo'lib ketadi. Aytdik-ku, mana bu buyruqni, mana bu inkor qilib tashlaydi, buni bu inkor qilib tashlaydi, bu inkor qilib tashlaydi dedik-ku. Keyingi kelgan buyruq ustunni qilib ketaveradi. Mana shu bir xil chalg'atda 3 ni berib qo'yadi-da, mana yoqqa 5 ni berib qo'yadi. 3 dan boshlar ekan. Mana 3 bo'lsa, mana 5 bo'lsa, keyin mana yana 4, 5 bo'lib ketsa kerak-ku deb o'ylaydi-da, chalg'itib berib qo'yadi. Mana shunday. Demak, bu masalani o'tib ketaversam bo'ladimi? Tushunarli bo'ldimi? Ha, tushunarli. Xo'p, bunaqasi oson bo'lsa, mana endisi как раз hozir tushuntirganim ekan, planshetga o'tib o'tirmaymiz, mana qo'l ochyapti-da, olma deyapti. Olni faqat o'zi bo'lgani uchun tartib bilan ketadi, 1 bo'lib. Demak, olmamiz 1 bo'ladi, anorimiz 2 bo'ladi, beximiz 3 bo'ladi. Endi oldan keyin ulni ochib yuboryapti, yana ulga berib ketyapti. Ulga deyapti, kirkley bo'lsin. Ya'ni aylana bo'lsin deyapti. U aylana bo'lsin deb banan, ananas, kivini yozyapti. Endi shunda bizda qarang, nega bular bir qator tushmadi? Bu yoqqa o'tib qoldi. Mana bu yer raqam. Mana D javobga o'xshamadi. Mana bu yerda olma, anor, bexi, keyin markerlanganda banan, ananas, kivi bo'lish kerak edi. Mana tagma-tag. Lekin to'g'ri javobda tagma-tag emas deyapti. Nega? Bir qarab olingizlar. Men bu yoqqa olib qo'yaman.
Nima uchun ustozlar mana shu joyi? Hozir men tushuntirdim. Xuddi papkalar ichida papkalar deganday. O'l ochilib, mana bu boshlanguncha o'l yopilmaganmi? Mana chunki o'lni oxirida yopganmiz. Demak, u yopilmagan hisoblangandan keyin ichki tomonida ketib qoladi. Demak, hozir bizda mana ajratib qo'ying. Mana hozir birinchi mana shu papkani o'l degan papkaga deb tasavvur qilaylik. Endi qo'pol qilib tushuntiryapman, o'zi asli o'l papka emas. O'l degan papkaga olma, anor, bexini soldikda, keyin ul degan papkaga deyapmiz. Ul degan papka endi qayerda turadi? O'l degan papkani yopmaganmiz. Buni yopsak ekan yonida tursa. Buni yopmaganmizmi? Ya'ni bu papkadan chiqib ketmaganmizmi? Demak, o'sha papkani ichida ochadi. Demak, mana bu o'sha papkani ichida. Ichida degani ozgina o'ngroqqa siljiydi. Agar mana shu yerda o'lni yopganda edi, mana o'lni yopdim mana ustozlar. O'lni yopganda edi, unda hozir nima qiladi? To'g'ri bo'lib qoladi. Chunki bu papkani mana papka ochdik, papkani ichiga kirdik. Papkani ichiga kirib mana bularni yozgandan keyin u papkadan chiqib ketdik. Va yana bitta papka ochdik bo'lyapti-da. Endi mana bu bo'lmagandan keyin mana bitta papkaga kirdik. Mana bularni ochdik, keyin buni ham ochyapmiz. Hali papkaning ichidamiz-da, chiqib ketmadik-da. Mana endi majoziy tushuntiradigan bo'lsa. Lekin aslida bular papka emas, eslaringizda qolsin deb tushuntiryapman. Men misol uchun mana bitta papka ochdim. Mana 1 degan papka ochdimda, ichiga kirib, misol uchun 3 ta fayl ochdim. Birinchi fayl, ikkinchi fayl, uchinchi fayl ochdimda, qarang, hali papkadan mana bunaqa chiqmadim. Papkadan chiqmasdan turib, papka buyrug'ini beryapman. Yana ul degan buyruqni beryapman. U nima qiladi? Papkani shu yerdan ochadi-da. Ul degan papkani shu yerdan ochadi. Chiqmadim-da men. Papkani ichida papka bo'lib qoldi. Agar mana shu yerda bu papkani yaratmasdan turib orqaga qaytganimda, qaytib turib keyin boshqatdan papka yaratganimda edi, u ikkalasi bitta qatorda turgan bo'lar edi. O'sha papkani ichiga kirish deb tushuning, mana buni ochishdi. Mana buni papkadan chiqish deb tushuning. Hozir bizning kodimizda eng oxirida chiqibmiz. Demak, mana qolganlar hammasi shu papkaning ichida ketish kerak. Papkaning ichiga mana bularni ochdik. Papkaning ichidan yana bitta papka ochdik. Agar mana shu banandan keyin, deyman, ananasdan keyin yana bitta ul ochib yuborganimizda edi. Ul ochib yuborganimizda edi. Misol uchun buni disk qilib qo'ying. Ana, u uchinchisiga kirib ketardi mana bunisi. Qarang, mana tipi qanaqa bo'lsin dedim. Tipi qanaqa bo'lsin dedim ustozlar. Hani yumaloq chiqora bo'lishi kerak. Nega yumaloq bo'lmadi? Yana kirklay berib ko'raman, qarang. O'zgartiraman. Mana uni olyapti kirklayni. O'zgaryapti. Lekin nega disk bersam olmadi? Uni yopilmagan. Çünkü o'lda shu turibman ustoz. O'lda yopmagan. Disk ham olmayapti mana. U ara desam, kvadrat desam, xuddi olganday bo'lyapti mana. Agar hech narsa bermasam-chi, mana bermasam-chi, nima bo'ladi? Doira bo'ladi. Doira bo'ladimi? Aylana. Yo'qda ustoz, boyagina aytdim, biz 3-darajada yuribmiz. 3-daraja doim kvadrat bo'ladi. 1-daraja doira bo'ladi, 2-doira disk aylana bo'ladi, 3-si mana hozir 3-papkada, 3-papkaning ichida nima qarang, o'l degan papka ochganmiz, yopmadik. Ichkaridan yana bitta papka ochdik, hali yopmadik. Yana bitta papka ochdik. Shuning uchun 3 marta siljib ketdi bu yoqqa qarab. Agar mana bu yerda ulni yopganimda edi, bu degani mana papkani yopib tashladim. Demak, mana ikkalasi yopildi. Endi mana keyingi ul alohida ochilyapti. Endi bu kiwi degan so'z qayerdan chiqadi? Qaysini to'g'ridan chiqadi? Banandimi, 1-2-3lardimi? Mana kiwi qayerdan chiqadi hozir mana kiwining holati? Mana papkaga kirdim va papkadan chiqdim.
Mana ul degan papkadan chiqdim. Endi mana yana bitta papka ochyapman. Qayerda ochadi uni? Olmani to'g'ri yerdan bo'lish. Yo'q. Bitta papkaga kirganman. Uning ichidan yana bitta papkaga kirdim. Banan to'g'ri yerdan chiqadi. Bananni to'g'riga tushadi ustoz, to'g'rimi? Bananning ustiga chiqadi. Nega? Chunki mana bu papka bilan mana bu papka ikkalasi o'lning ichida. Hozir mana ul degani mana papkaga kirdim, u papkadan qaytib chiqdim. Qaytib chiqdim degani mana o'l papkaning ichida turamanmi? Mana o'l papkaning ichida. Keyin ul berganimdan keyin qarang, nega endi bu disk bo'lib qolmadi? Chunki bu ikkinchi darajada turibdi. Ana u ikkinchi darajada turgan narsaga qo'laki majburlab bersam endi agar men o'zim majburlab mana bu tipda bo'lsin desam, ana unda o'zgarishi mumkin. Men majburlasam buni. Lekin majburlamay u ixtiyorini o'ziga qoldirsam, u darajasiga qarab oladi. Birinchi darajami, ikkinchi darajami uchun. Agar mana bu yerda o'lni yopib tashlaganimda edi, mana o'lni yopib tashlaganimda edi. Endi mana kivi qanaqa chiqqan bo'lardi? Raqamlar to'g'ri yerda chiqdi. Ha, raqamlar to'g'ri edi va qanaqa anoda? Diskmi, doirami, aylanami, kvadratmi? Aylana. Olmalar to'g'ri tursa nechinchi daraja? Birinchi daraja. Birinchi darajada nima beradi dedik? Disk beradi. Disk beradi. Mana bunday bo'ladi. Siz aylana emas, doira bo'ladi. Chunki birinchi darajaga chiqyapti. Birinchi daraja diskning darajasi. Ikkinchi mana bananlar turgan daraja bu aylananiki. Banandan ham keyin mana bu tomon esa u to'rtburchakniki bo'ladi. Kvadratniki bo'ladi. Tushunadi bo'ldimi ustozlar? Ana shunday qilib anglab olasizlar. Qaysi biri 3-daraja, qaysi 2-daraja. Xo'p, endi buni kompyuterda sal chizish qiyin bo'lib ketadi. Mayli bir ko'ramiz. Planshetga o'tkazsammi degandim. Ko'raylik deb kompyuterga o'tkazgan joyimiz bor. Balkim kompyuterga tashlab ko'rgimiz kelib qolar shaklni. Mayli, chizib ko'ramiz. Xo'p, demak, bizda boshlaymiz. Demak, jadvalimiz bo'lsin deyapti. 300 pikselli bo'ldi, buni bildik. Xo'p, bitta qator och deyapti. Bitta qator och desa, mana bitta qator ochdik. Mana bitta qator ochdik. Bunday ochib qo'yamiz-da. Xo'p, endi u yerga aytayapti, eni 25% bo'lsin, Seul deb yoz. Demak, bu yerda Seul degan yozuv bo'ladi. Seul. Xullas Seulda shu. Keyin yana bitta qator och, u 100 piksel bo'lsin, Gonkong bo'lsin. Gonkong. Yana bitta qator och, u 20% Rospan desa, ana endi Rospan desa, u mana bu tomon birlashib ketgan bo'ladi. Mana endi mana bu bo'lmashi kerak edi. Shu yerda bu Washington. Washington bo'ladi. Endi keyin yana Colorado deyapti, yana bitta kattagosh deyapti, Colorado bo'lsin. Colorado. Endi shu bilan tiri yopilyapti. Demak, keyingi qatorga o'tib ketadi. Keyingi qatorga o'tadi. Keyingi qatorda aytayapti, Kolspan ikkitani bitta qilib deyapti. Demak, mana ikkalasi. Demak, menda chiziq tushmaydi. Bu yerga Helsinki. Va undan keyin Pekin desa, Pekin mana bu yerga joylashadi avtomatik. Chunki bu yerda mana Washington egallab bo'lgan. Bu yerda chiziq yo'q edi-ku. Pekin. Pekin egallab bo'lgan bo'lsa, bo'ldi. Endi bizda mana bu Gonkongdagi aniq berilgan 100 bo'ldi. Qolganlar foizda berilgan. Mana o'zi jami 360 bo'ladigan bo'lsa, ana shu 360 ning 25% ni yoz deyapti. U 4dan 1 qismi bo'ladimi? 4dan 1 bo'lsa 90 bo'ladi. 364 ga bo'lamiz-da. Xo'p, keyingisi mana 20% ekan. Mana Washingtonimiz 20% ekan. Demak 360 ni 20% ni topamiz. Demak, u bo'ladi bizda 72. Ana endi 3 tasi berilganda mana Colorado berilmagan. Coloradoda hech narsa yo'q. Bu nima qiladi? Mana 360 dan qolgani 12 ekanda. 90 qo'shuv 100 qo'shuv 72 degan sonlarimizni olsak, bu bo'ladi 190, 262 bo'ladimi? 262. 262 bo'ladigan bo'lsa, 300 bo'lish uchun bizda necha qoladi?
98 olammi? Ana, demak 98 ekan buning kattaligi. Endi shuna savol. Seul va Kolorado. Seulniki nechi? Seulniki 90. Seulniki 90. Koloradoniki 98. Ayirmasi kerak ekan bizga. Shundaymi? Seul va Kolorado yozilgan kattashdan yig'indisini A ga, yig'indisi A bo'lar ekan. Demak, A savolda o'qishimiz kerak. Bu ikkalasining yig'indisi A bo'lar ekan. Demak, 90 bilan 98 ning yig'indisi, ya'ni 188 deganimiz A ga teng bo'lar ekan. Eng kichik katak. Eng kichik katagimiz bu 72. Demak, u B. Ikkalasini ayirmas ekan. 188 ni 72 ni ayirsak, shu 166 kelib chiqadi. Ana shu javob. Tushunarli bo'ldimi bu ham? Mana shunday qilib, demak, chizib aniqlab olamiz. Adashmasam, buni ham bir ko'rganda ekanman. Bunisini endi ko'raymi, ko'rmaymi ustozlar? Agar bir chekkadan ketaveraylik, mayli, shoshmaymiz desangiz Ko'raylik. ketaveramiz. Ustoz ko'raylik. Buni ekranda ko'raylik, chunki hozir mana yozuv qolmay qoladi, planshetda ko'rib beray, planshetda yozuv qoladi. Hozir chunki zapisni tashlagan paytimda sizlarga faqat videoda bo'lishi mumkin. Lekin tushuntirganlarim qolmay qoladi, tushuntirganlarim qolsin. Planshet ko'rindimi? Ko'rindi ustoz. Sraz tez chizib qo'yaylik, endi hozir esimizda bor-da, chunki buni bildikku, chunki keyinchalik bir ko'rmoqchi bo'lsangiz kerak bo'lib qoladi. Seul 25% deymizda. 25%imiz 90 chiqdi. 90 yozib qo'yamiz. Xo'p, keyingisi Gonkong. Gonkongga aniq yuz bergan ekan. Keyin bu Washington. Keyin esa Colorado. Shu bilan bu katak tugagan. Xo'sh. Washington qancha ekan? Washington 20%, 20% qancha chiqdi? 72 chiqdimi? 70. Xo'p, keyingi qatoriga o'tamiz ekan. Keyingi qatorimiz bo'lar ekan, ikkitasi bitta bo'lib ketgan qatorimiz. Xo'p, bu Helsinki. Helsinki bo'lar ekan, keyin esa Pekin bo'lar ekan. Bo'ldi, mana shu. Shundan keyin biz topdik. 90, yo bu ham 90 plus 100 plus 72 bu 162 bo'ldi. Keyin 360 dan 162 ni ayirsak, necha bo'ldi bu? 262 98 bo'ldi. 98. Keyin A ni topish uchun 90 ga 98 ni qo'shdik va bu 188 chiqdi. B'miz esa 72 edi. Demak, bizdan A minus B ni top degan edi. 188 dan 72 ni ayirsak 116 chiqdi. Ana shu bo'ldi javobimiz. Endi bunga o'tamiz. Xo'p, bu yerda yana shuni aytyapti. Jadval yaratyapti. Mana sraz tirga ketaveringizlar. 67 piksel bo'lsin. Demak, mana bu 67 pikselga 21 deb yozib qo'yamiz. Xo'p, mana 21 ga 60. Endi row span degan ikkitasini bitta qil. Pastki qator bilan bitta qil degan. Bitta qilda bunga 28 yozib qo'ying. Va u 20% bo'lsin deyapti. Mana 350 ning 20%. 350 ning 20% deydigan bo'lsak, bu 70 bo'ladi. Keyin esa shu bilan katakni yopyapti ekan so'z. Ya 15 bor ekan. Bu yoqqa tushib ketibman. Burada 42 bor ekan, mana bunisi bor ekan. 42. Demak, 42 ga hech narsa bermaydi. Keyin esa 73 pikselda 38. Endi yana birlashmasi bor ekan bu yerda. Bundan keyin mana row span yana bor ekan. Hali mana tiri yopilmaganda, tiri mana yerda yopildi. Demak, row span desa past yana birlashgan ekan. Unga 15 yozamiz. Va hech narsa berilmagan ekan. Bo'ldi, mana shu bilan birinchi qator tugadi. Ikkinchi qatorni och deyapti. Mana ikkinchi qatorni ochadi. Ikkinchi qatoriga o'zi bitta katak majburiy bo'lib qolgan 29. Call span 2 desa mana ikkalasini birga olib oladi. Bu 47. Shu bilan tamom.
Endi mana 42 bilan 15niki necha ekanligini qayerdan topamiz? Bular berilibdi mayli mana 67 berilibdi, 70 70. Bularni qanday topamiz? Berilgan 67, 70 va 73 ni qo'shamiz. Jami nechi? Buni qo'shsak 210 bo'ladimi? Mana bu ikkalasi 70 70 70 bo'ladi-da, hammasi 210 bo'ladi to'ppa-to'g'ri. O'zi jami 350 midi? Demak bizda 210 bo'lgan bo'lsa, 350 dan, sal uzoq emas qo'ying. 350 dan 210 ni ayiraman, 140 qoladi. Demak 140 mana bu ikkalasinikida. Demak nima bo'ladi? 142 ga bo'lsam 70 tushadi. Demak mana bu ikkalasiga 70 70 ajratadi avtomatik. Bu ikkalasini boshqa rangga yozib qo'ying. Bu mana bundan kelgan 70. Endi savol nima deyapti? Katakcha ichidagi kontent uzunligi katakchaning uzunligiga ta'sir etmagan deb hisoblansa, bu kerak emas. Savol nima edi? Savol tepada. Mana A + 1 ni topishimiz kerak ekan. Xo'p, jadval uzunligida teng bo'lgan katakchalardagi eng katta son A ga. Jadval uzunligining eng kattasi deyapti. Qaysi bir eng katta jadval uzunligi? 47. Jadval uzunligi eng kattasi so'rayapman. Savol bu jadvalda uzunligining eng kattasi qaysi dedim. Qaysi? Ustozga ekranimiz ko'rinmay qoldi. Demak, mana shu 47 turgan katak eng katta. Chunki mana 70 bilan 73 da oladi-da, ustozimiz to'g'ri aytdi. Yanami? Voy, o'z mana bu yerda ham zapisni bu yoqqa qaratmay o'tkazib qo'ygan-ku. Ko'rinmay qoldi ustoz. Endi ko'rdim. Xo'p, Internet, ha? ekran zapisni ham esdan chiqib ketdi, brauzer kalamaymiz. Demak, Zapisni mana bu joyda, ustozlar, mana bu joyda tushunmadingiz ustoz? Zapis qilmayapsizmi ustoz? Yo, zapis qilyapman, mana kompyuter ekrani boyag'i tushunayotganimda qolib ketibdi. Endi yana ochib qo'ydim. Xo'p, demak, eng kattasi 47 bo'ladigan bo'lsa, o'sha 47 nima? Jadval uzunligining deyapti-da. Ha? Eng kattasini so'radim. Lekin bizda eng kattasi demagan, jadval uzunligi teng bo'lgan kataklaring. Jadval uzunligi teng bo'lganlar qaysi? Mana. Tenglar, 70 70 70lar. Mana shularning ichidagi eng katta sonni A deb olamiz. Ularning ichida eng katta son qaysi? 42 mi? 47 mi? 42. 47 emas-da, 47 ikkitada. Faqat bu yerda teng bo'lgan deb aytayapti. Mana jadval uzunligi teng bo'lgan kataklar. Teng bo'ldi degani mana 70, 70, 70lar. Demak, ularning ichida nimalar bor? Qarang, bitta 70 da 28 bor, bitta 70 da 42 bor, bitta 70 da 15 bor. Mana shularning eng kattasi degan uchun biz bundan 42 ni olamiz. Va bu demak A. Keyingisi birlashtirilgan katakchalardagi eng katta son. Birlashtirganlardagi eng katta son qaysi? Birlashtirganlarimiz mana bular. Mana birlashtirilgan, mana birlashtirilgan, mana birlashtirilgan. 47. Demak, ana bu B'miz 47 ekan. Demak, shularni nimasini deyapti endi? Yig'indisi deyapti. Yig'indisi ikkalasini qo'shib qo'yamiz 89. Endi boshqa misollarda mana bu yerda hozir bizning misolimizda jadval uzunligi teng bo'lgan degan. Boshqalarda jadval uzunligi eng kattasi yoki jadval uzunligi eng kichkinasi deydi. Eng kichkinasi esa mana 67 ni olamiz mana. Mana eng kichkina deymiz. Shunaqa deydi o'zi. Savolga qarab. Xo'sh, bu tepadagi misol bo'ldi. Buni ham zapis qilib qolsin. Endi 9-chi. Yana ketamiz mana bu yerdan. Jadval yarat deyapti. Mana bu jadval yaratib olamiz birinchi qatorda. Hop, endi u yerda mana boshlandi. 67 piksel bilan Buxoro deb yoz. Bo'ldi. Keyin pastga tushamiz. 20%, ya'ni o'zi jami 350 da
350 20% ni boya ham hisoblagandik, 70 bo'ladi. 20% va row span ham bor. Qarang, row span desa pastga birlashtirib yuborasizlar. Mana shu yerga Andijon. Keyin yana hali T'da turibdi. Davom ettirib ketaveramiz. Qachonki tiri yopilmasa ketaveramiz. Samarqand. Va unga hech narsa bermabdi. Va undan keyin endi sig'may qolar ekan. Kichikroq qilamiz menda. Ikkita bor ekan-da bu yerda mana. Farg'ona bilan Namangan ham bor ekan. Endi shu yerda ikkiga bo'lib buni bunday qilib qo'yamiz. Farg'ona va Namangan. Qaramabman, men bitta tweet desam ikkita bor ekan, katta bor. Endi Farg'onaniki berilgan 73. Narigi ikkalasi berilmagan. Bu ikkalasi berilmasa yana boyag'iday qilamiz. 67 ni, 70 ni, 73 ni qo'shib olamizda, bu yana 210 bo'lar ekan. Shu boyagi jadval savolda o'zi ekan, sal o'zgartirgan shekilli. Demak 350 dan 210 ni ayirib tashlaymiz, 140 qoladi. 140 ni 2 ga bo'lamiz, 70 bo'ladi. 70. Demak, mana bularga 70 dan tushadi, ikkitasiga 70 tushadi. Xo'p, endi pastki qator, T'da yopilgandan keyin pastki qatorga shu Toshkent deydi. Demak, mana bu yer Toshkent bo'ladi. Keyin To'lspan ikkitani bitta desa, demak mana bu yergacha keladi. Toshkentdan keyin ikkitani bitta debdi, bor yo'q. Navoiy. Bitta ochiq qo'yib ketar ekanda. Namangan To'ray. Xo'p, mayli. Endi nima debdi? Buyerga o'tamiz. Navoiy va Namangan so'zlar joylashgan katakchalar uzunligini toping. Navoiy bilan Namangan. Navoiyniki nechi? Navoiynikini topaylik. Yetmish bilan 73 ning yig'indisi. 143. Navoiy bilan Namangan. Namanganniki nechi? Bu Navoiy qo'y, bu Namangan. Uniki eng chekada turibdi 70. Ular yig'indisi desa 3 11 bir-birimiz 210 ekan. Shu javob to'g'ri. Tushunarli bo'ldimi bu ham so'zlar? Ustoz, Samarqand bilan Namangan tengligini qayerdan topib oldingiz? Samarqand bilan qarang. Mana bular berilgan hammasi. Mana Buxoroniki aniq berilgan. Mana Buxoroniki aniq 67 berilgan. Andijonniki mana 20% ekanligi berilgan, muammo yo'q. Farg'onaniki 73 berilgan. Shularni yozdim mana. Shularni berilgani uchun Ustoz? Alo. Ekran ko'rmay qoldi. Demak, bo'ldi, siz xolos bu yoqqa.